Turklarning go'zlama taomini hamma har xil tayyorlaydi. Kimdir tayyor xamirni olib tayyorlasa, kimdir o'zi xamir qorib tayyorlaydi. Bugun men umuman boshqacha usulda tayyorladim. Videoni oxirigacha ko'ring, hayron qolasiz. Iliq suvga tuxum, yog', tuz solib, yaxshilab aralashtiramiz va un solib xamir qoramiz. Xamir qancha yumshoq bo'lsa, go'zlamangiz shunaqa yumshoqqina bo'lib chiqadi. Xamir tinguncha nachinkani tayyorlaymiz. Ismaloqlarni muzdek suvda yaxshilab chayib olamiz. Jozef brendida hozirgi kunda 15% skidka bo'lgani uchun shu pichoqlardan olib foydalandim. Shunaqa o'tkir qo'limni ham kesib oldim. Qizib turgan yog'ga mayda to'g'ralgan piyozni solamiz va uni ustidan yog'siz qiyma solamiz. Meni usulim boshqacha degandim-ku, qiyma solib siz ham tayyorlab ko'ring, juda ham mazasi yoqadi. Bas olovda pishirib olamiz va to'g'ralgan ismaloqlarni ustiga solamiz va qirg'ichdan chiqarilgan sir solib yaxshilab aralashtiramiz. Nachinkamiz tayyor. Tingan xamirni esa 8 zolaga bo'lib olamiz. Xamirlarni juda ham yupqa qilib yoyib chiqamiz. Yoyilgan xamirlarni ustiga yog' surasiz. Xohishga ko'ra sariyog' ham sursangiz bo'ladi. Men oddiy semichka yog'dan foydalandim. O'rtasiga nachinkani qo'yamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib konvert qilib o'rab chiqamiz. Tagi yopishmaydigan tovangizni gazga qo'yib qizdirib olasiz. Men tovani Jozef brendidan hozirgi kunda 15% chegirmada sotib oldim. Jozef mahsulotlarini hamma ayollar yaxshi bilishadi. Video ostida qayerdan sotib olishni yozib qoldiraman. Yog'siz tovada har ikki tarafini qizartirib, ustiga sariyog' surib chiqamiz. Yumshoqqina mayin go'zlamalar tayyor bo'ldi. Siz ham bugun iftorlikka tayyorlab ko'ring. Taom sizga yoqqan bo'lsa like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sahifamga o'tsangiz, bundan da ko'p retseptlarni topasiz. Agar ishtahangiz ochilsa, Robiyangiznikiga iftorga keling.